Xo'p, azizlar, disper sistemalar. Demak, bugungi mavzumiz aynan disper sistemalar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda bunga doir nazariyalar chiqib ketgan bo'lishi mumkin testlarimizdan, lekin to'plamimizda yoki turli xil nima deydi, sertifikat savollarini ko'rgan vaqtingizda disper sistemaga oid bo'lgan savollar keladi. Meni e'tibor beringlar, disper sistema o'zi nima? Disper sistema, disper so'zi tarqalmoq, diffuziya ham tarqalmoq. Demak, oldin ham men aytganman, ikkalasini ham so'zini ma'nosi tarqalmoq. Endi qarang, dispers degani zarrachalar bir tekis tarqalgan bo'ladi. Zarrachalar bir tekis tarqalgan bo'ladi. Diffuziyada esa zarrachalar notekis tarqalgan bo'ladi. Tushundingizlar? Xo'p, disper sistema deb nimaga aytiladi? Qoidaga e'tibor beramiz. Disper sistema bir modda zarrachalarini ikkinchi modda zarrachalari orasida bir tekisda tarqalishi bu disper sistema deyiladi. Takrorlayman, bir modda zarrachalarini ikkinchi modda zarrachalari orasida bir tekis tarqalishi disper sistema deyiladi. Endi biz eritmani eslaringiz bo'lsa 2 ga bo'lganmiz. Eritma M1 dan iborat tuz, bu erigan modda bo'ladi. Eritma M2 dan iborat suv erituvchi bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi disper sistemani ham 2 ga bo'lamiz. Disper sistemada ham M1 bor, M2 bor. Faqat eritmaga o'xshab nomi tuz yoki suv deyilmaydi. M1 bo'lsa disper faza deyiladi. M2 bo'lsa dispers muhit bo'ladi. Ya'ni miqdori ko'proq bo'lgani M2 bo'ladi. Ya'ni dispers muhit bo'ladi. Masalan, loyqa suvda tuproq zarralari M1 bu disper faza bo'ladi. M2 bu suv bo'ladi, dispers muhit bo'ladi. Mana bu dispers faza, dispers sistemalarni nima deyilishi, dispers sistemani so'zini ma'nosi, dispers sistemani qoidasi edi. Ana endi dispers sistemalarni o'zini ichiga bo'linishini gaplashib o'tamiz. Xo'sh, ana endi biz disper sistemadagi disper faza zarrachalarining katta kichikligiga qarab, ularni 3 ga bo'lamiz. Demak, bulardan birinchisi chin disper sistema, ikkinchisi kolloid disper sistema, uchinchisi esa nima ekan? Dag'al disper sistemaga bo'linar ekan. Demak, disper sistema uni ichidagi, mana shu yerda yozib qo'yishimiz kerak. Dispers faza. Disper faza zarrachalarining katta kichikligiga qarab, ularni ichiga bo'lar ekanmiz. Ularni 3 ga bo'lar ekanmiz. Demak, birinchisi chin disper sistema, ikkinchisi kolloid disper sistema, uchinchisi esa dag'al disper sistema deyiladi. Keyingisi disper faza zarrachalarining o'lchami. Demak, disper faza zarrachalarining o'lchami 1 nanometrdan kichik bo'lishi mumkin, 1 nanometr va 100 nanometr oralig'ida bo'lishi mumkin yoki 100 nanometrdan katta bo'lishi mumkin. Endi qaranglar, agar bordi-yu disper faza zarrachalarining o'lchami 1 nanometrdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu chin disper sistemani hosil qiladi. Keyingisida masalan, agar bordi-yu 1 nanometr va 100 nanometr oralig'ida bo'lsa, bu kolloid disper sistemani hosil qiladi. Agar bordi-yu masalan 100 nanometrdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan dag'al disper sistemani hosil qilar ekan. Nimani hosil qilar ekan? Dag'al disper sistemani. Demak, mana 3 ta turga bo'linar ekan. Disper faza zarrachalarining katta kichikligiga ko'ra disper sistemalar 3 ga bo'lindi. Birinchisi chin disper sistema, ikkinchisi kolloid disper sistema, uchinchisi dag'al disper sistema. Ana endi kolloid disper, umuman chin disper sistemada disper faza zarrachalarining o'lchami 1 nanometrdan kichik bo'lishi kerak. Disper faza zarrachalarining o'lchami 1 nanometr va 100 nanometr oralig'ida bo'lsa, kolloid disper sistema va 100 nanometrdan katta bo'lsa, bu dag'al disper sistemaga bo'linar ekan. Tushunarli? Mana shunday holatda. Ana endi azizlar, sizlar bilan chin disper sistemalar haqida gaplashamiz. Ya'ni eritmalarning har bir tarkibiy qismi haqida gaplashib chiqamiz. Biz umuman eritmalarning disper sistemasini biz 3 ga bo'lib oldik. Bularsa chin disper sistema, kolloid disper sistema va dag'al disper sistema. Ana endi har biriga xarakteristika berib ketaveramiz, ma'lumot berib ketaveramiz. O'qib, yozib olib, takrorlab, guruh nazoratchisi ishtirokida o'rganib ketaverasiz. Xo'p. Demak, boshladik. Ta'rifidan boshladik. Hozir. Ta'rifdan boshladik. Demak, birinchi, endi 1 2 3 4 qilib ketaveraman, nechta holat borligini ko'rasizlar. Faza zarrachalarining o'lchami 1 nanometrdan kichik bo'ladi. O'lchami 1 nanometrdan kichikdir.
1 nanometrdan kichikdir. Tushunarli? Demak, faza zarrachalarining o'lchami, ya'ni disper faza zarrachalarining o'lchami nima bo'lar ekan? 1 nanometrdan kichik bo'lar ekan. Ana endi o'z-o'zidan biz bilishimiz kerak, 1 nanometr tak 1 nanometr masalan necha santimetr yoki aytish mumkinki necha metr deb bizga savol berishi mumkin. Endi e'tibor berasizlar, 1 nanometr bu 10 usti minus 7 santimetrga teng yoki 10 daraja minus 9 10 daraja minus 9 metrga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, mana shu o'lchov birliklar o'rtasidagi bog'liqlikni bilib olamiz. Demak, 1 nanometr 10 minus 7 santimetr yoki 10 daraja minus 9 metr deyiladi. Chin disper sistema umuman disper fazani tashkil etuvchi moddalarning xususiyatiga ko'ra 2 ga bo'linadi. Xo'sh, demak aytdikki, qizil bilan yozilgan belgiga qaraysizlar, dumaloqchaning ichiga. Demak, chin disper sistemalar aynan fazani tashkil etgan moddalarning xususiyatiga ko'ra, ya'ni chin disper sistemaning ichiga kiradigan disper faza zarrachalarini xususiyatiga ko'ra 2 ga bo'linadi. Chin molekulyar disper sistema va chin ionli disper sistemaga bo'linadi. Tak. Chin molekulyar va chin ionli disper sistemaga bo'linadi. Menimcha ko'rinmadi. Xo'p. Bunda ham ko'rinmadi. Ko'p chizib o'tirmaymiz. Demak, ko'rib turibsizlarki, chin molekulyar disper sistema va chin ionli disper sistemaga bo'linadi. DC qo'yib ketganim disper sistema deyiladi. Endi chin molekulyar disper sistema nima? O'zi molekulyar ionli. Endi men oldiga chinni qo'shganimning sababi chin disper sistemani o'zi bo'linyapti degan ma'noda gapirdim. Yaxshi ketdik. Chin molekulyar disper sistema nima? Faza zarrachalari elektrolit moddadan iborat bo'ladi. Demak, elektrolit emas. Yozib qo'yamiz. Faza zarrachalari elektrolit emas moddadan iborat. Elektrolit emas. Faza zarrachalari elektrolit emas modda bo'ladi. Keyingisi chin ionli disper sistema nima? Chin ionli disper sistema degani faza zarrachalari elektrolit moddasidan iborat bo'ladi. Moddasidan tashkil topgan bo'ladi. Demak, faza zarrachalari elektrolit modda bo'ladi. Elektrolit nima bo'lar ekan? Modda bo'lar ekan. Demak, boshladik. Faza zarrachalari elektrolit emas bo'lsa, bu chin molekulyar disper sistema. Faza zarrachalari elektrolit moddasidan iborat bo'lgan bo'lsa, bu chin ionli disper sistemaga bo'linar ekan. Shunaqa deb atalar ekan. Xo'p, hozir mana ozgina o'tib ketib qoladi, shunday bo'lib, yana to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, davom etaman. Sal o'chib ketib qopti. Yana yozib qo'yaman. Faza zarrachalari elektrolit modda bo'ladi. Elektrolit. Faza zarrachalari elektrolit modda bo'ladi. Demak, boshladim. Bu elektrolit emas. Molekulyarda ionli desa elektrolit modda bo'ladi. Xo'sh, davom etaman. Ana endi bularga nima misol bo'ladi? Demak, o'z-o'zidan elektrolit emas modda nima? O'zidan elektr tokini o'tkazmaydigan modda elektrolit emas modda deyiladi. Demak, chin molekulyar disper sistema bo'lishi uchun o'zidan elektr tokini o'tkazmaydigan modda bo'lishi kerak. Nima elektrolit emas modda bo'lishi kerak? Disper faza. Bilasizlar, ikkita tarkibiy qismdan iborat. Disper faza va disper muhitdan iborat. Demak, disper faza elektrolit emas, ya'ni elektr tokini o'tkazmaydigan bo'lishi kerak. Xo'p, bunga nimalarni misol qilib olish mumkin? Demak, masalan, organik moddalar. Masalan, misol tariqasida yozib qo'yaman. Mochevina. Xo'p, glukoza, undan tashqari spirt va boshqa umuman elektrolit emas moddalar, elektr tokini o'tkazmaydigan moddalarni misol qilib olishingiz mumkin. Keyingisiga nimani misol qilib olishimiz mumkin? Tak. Ya'ni elektrolit modda. Xo'p, endi elektrolitga ma'lumot berib ketay. Disper faza zarrachalari elektrolit modda bo'ladi. Elektrolit modda degani o'zidan elektr tokini nima qiluvchi modda? O'tkazuvchi modda. O'zidan elektr tokini o'tkazuvchi modda. Demak, kim elektr tokini o'tkazadi? Disper faza. Tushunarlimi? Disper muhit bu erituvchi. Bizda erigan modda, ya'ni disper faza o'zidan elektr tokini o'tkazish kerak. O'tkazsa elektrolit. Bularga nimalarni misol qilish mumkin? Tuzlarni misol qilish mumkin.
kislotani misol qilish mumkin. Va bundan tashqari yana nima misol qilish mumkin? Asoslarni misol qilishimiz mumkin. Mana bu chin dispersiyani bo'linishi. Demak, chin dispersiya faza zarrachalarini, ya'ni fazani tashkil etgan moddalarning xususiyatiga ko'ra ikkiga bo'lindi. Chin molekulyar dispersiya va chin ionli dispersiya. Chin molekulyar dispersiya elektrolit mas moddadan iborat. Ularga mochevina, glyukoza, spirt misol bo'ladi. Chin ionli dispersiya esa elektrolit moddasidan iborat. Ularga tuz, kislota va asoslar misol bo'ladi. Ana endi xususiyatlari haqida gaplashamiz. Ya'ni chin dispersiyani qanaqa xususiyatlari bor? Xo'sh, ana endi boshladik azizlar. Chin dispersiyani xususiyatlari haqida qisqacha gaplashamiz. Demak, chin dispersiya qanaqa xususiyatlarni o'z ichiga qamrab oladi? Bularni bittalab yodlashingiz kerak. Bunga doir testimiz bor. Xo'p, birinchisi boshladik. Birinchi navbatda tiniq bo'ladi. Tak. Nima bo'lar ekan? Tiniq bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi navbatda gomogen sistema. Demak, gomogen. Ya'ni oddiy ko'z bilan umuman ajratib bo'lmaydi. Gomogen sistema. O'zi umuman gomogen sistema-yu. Gomogen. Xo'p, sistema. Tak, uchinchisi optik jihatdan bo'sh. Optik jihatdan bo'sh, ya'ni nurni hech qanaqasi o'tkaza olmayapti. Optik jihatdan nima ekan? Bo'sh. Xo'p, keyingisi to'rtinchisi filtrlanadi. Filtrlanadi degan filtr qog'ozdan o'tadi degani. Filtrlanadi. Filtr qog'ozdan o'ta oladi. Xo'p. Beshinchisi pergament qog'ozdan o'tadi. Pergament qog'ozdan o'tadi. Pergament qog'ozni teshiklari, pergament qog'oz xuddi dokaga o'xshagan teshigi bo'lgan narsa hisoblanadi. Filtrda ham xuddi shunaqa, faqat filtrda teshiklari kattaroq bo'ladi. Pergamentda o'sha dokani teshikchalari kichkina bo'ladi. Tushunarli? O'z-o'zidan pergament qog'ozdan o'tgan narsa aniq filtr qog'ozdan o'tadi. Lekin filtr qog'ozdan o'tmagan narsa aniq pergament qog'ozdan o'tmaydi. Keyingisi 6-inchisi barqaror xossaga ega. Nima ekan? Barqaror xossaga ega. 7-inchisi esa eskirmaydigan xossaga ega. Eskirmaydigan xossaga nima ekan? Ega deymiz. Demak, mana shu 7 ta xususiyatni qadrli o'quvchilar bilishingiz kerak, yodlashingiz kerak. Bizdan so'raladi. Birinchi navbatda chin dispersiyaning xususiyatlari deganda 7 tani bilishingiz kerak. Bular kimlar? Yana keling bir takrorlab o'tamiz. Birinchisi, demak, ular tiniq bo'lar ekan, ular gomogen sistemani hosil qilar ekan. Chin dispersiyada disperfaza zarrachalari optik jihatdan bo'sh ekan, filtrlanar ekan, pergament qog'ozdan o'tadi, barqaror xususiyatga ega va eskirmaydigan xususiyatga ega bo'lar ekan. Mana shu 7 ta xususiyatni yodlaysiz va men o'ylayman, chin dispersiyani bemalol yaxshi tushuna olasiz. Ana endi navbatdagi holat bu dispersiyalarning ikkinchisi haqida gaplashamiz. Birinchisi chin dispersiyalar, ularning xususiyatlari, ularga nimalar kirishi, ularning ichiga bo'linishi haqida gaplashgandik. Endi sizlar bilan kolloid dispersiyalar haqida gaplashamiz. Kolloid dispersiyalarda disperfaza zarrachalarining o'lchami, 1 nanometrdan 100 nanometrgacha bo'ladi. Birinchi fikrimiz. Tushunarli? Ya'ni o'zi bilasizlar, dispersiya ikkita tarkibiy qismdan iborat. Disperfaza va dispermuhit. Aynan disperfazani o'lchami, ya'ni o'sha muhitning ichiga kamroq tarqalgan moddaning o'lchami 1 nanometrdan 100 nanometrgacha bo'lishi kerak. Kolloid dispersiyalar, kolloid eritmalar ba'zan zollar deb ataladi. Nima deb atalar ekan ikkinchi nomi? Zollar. Kolloid eritmalarga nimalar misol bo'ladi deganda, oltin kumush eritmalari, jelatina, gummi arabik va o'simliklardagi to'qima suyuqliklari misol bo'ladi. Tushunarli? Oltin va kumush eritmalari, jelatina, gummi arabik va to'qima suyuqliklari misol bo'ladi. Nimalar misol bo'ladi deb sizga savol berganda mana shunaqa javob berasiz. Endi bir narsani to'g'ri tushunaylik. 4-fikr deb pastdan yozib ketaveraman. Kolloid dispersiyalarda, kolloid eritmalarda dispersion muhit, suv yoki boshqa narsa bo'lsa, o'shanga qarab ularning nomi ham o'zgaradi. Masalan, qaranglar, yozib qo'yamiz. Kolloid eritmalarda tak dispersion muhit. Dispers muhit deylik mana. Tak, 2 nuqta.
Kolloid eritmalarida dispers muhit. Dispers muhit bo'lishi mumkin. Suv bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi kolloid eritmalarida dispersion muhit benzol bo'lishi mumkin. Xo'p, va spirt bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qilinglar. Nima ekan? Spirt bo'lishi mumkin ekan hozir. Xo'p, dispersion muhit suv bo'lsa, mana dispersion muhit benzol bo'lsa va dispersion muhit nima ekan? Spirt bo'lsa nima voqea yuz beradi? Xo'p, ana endi dispersion muhit suv bo'lsa, bularning nomi gidrozol deb ataladi. Gidrozol. Dispersion muhit suv bo'lsa gidrozol. Agar dispersion muhitimiz benzol bo'lsa, benzozol. Agar dispersion muhit spirt bo'lsa, bu alkozol. Nima deb atalar ekan? Alkozol deb atalar ekan. Kolloid eritmalarda dispersion muhitni kim bo'lishiga ko'ra ularning nomi ham o'zgaradi. Chunki ularning ikkinchi nomi zol edi-yu o'zi. Kolloid dispersiyaning ikkinchi nomi. Agar suv bo'lsa gidrozol, benzol bo'lsa benzozol, spirt bo'lsa alkozol bo'ladi. Endi bular hammasini agregat holati suyuq bo'ladi. Ya'ni yozib chiqaman. Suyuq holatda turibdi bular hammasi mana. Suyuq. Agar shular qattiq holatga o'tsa, tak. Suyuqdan qattiq holatga o'tsa. Xo'p, suyuqdan qattiq holatga o'tsa nima deyiladi? Suyuqdan qattiq holatga o'tsa gellar deb ataladi. Endi kolloid dispersiyalar o'zi suyuq holatda zollar deyiladi. Ular qattiq holatga o'tsa endi nima deyilar ekan? Gellar deyiladi. Tak mana. Gellar deb ataladi. Shunga ko'ra, endi ularga zol emas, balki gel qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, dispersion muhit suv bo'lishi mumkin. Dispersion muhit suv bo'ldi, lekin baribir qotib qoldi masalan. Yoki dispersion muhit benzol bo'ldi. Baribir masalan qotib qoldi deylik. Suyuq emas endi. Va spirt bo'ldi mana. Endi xo'sh, bularning nomi qanday bo'ladi? Agar suv bo'lsa, masalan, gidrogel deyiladi. Suv bo'lsa nima deyilar ekan? Gidrogel deyilar ekan. Gidrogel. Agar bordik benzol bo'lsa, benzogel. Spirt bo'lsa, masalan, alkogel deyiladi. Alkogel deyiladi. Tushunarli? Demak, benzogel yoki o'sha gidrogel yoki alkogel dedimi? Demak, bu o'sha suyuq holatdan qotib qolgan, xuddi qattiqroq massaga, qattiq holatga o'tganini tushunishimiz kerak. Demak, kolloid dispersiyalar suyuq holatda zollar deyiladi va bundan tashqari kolloid dispersiyalar qattiq holatda nima deyilar ekan? Gellar deb atalar ekan. Tushunarli? Gellar deb atalar ekan. Mana shunday holatda. Ana endi kolloid dispersiyalarning bo'linishi haqida gaplashamiz. Davom etamiz. Xo'sh, ana endi kolloid dispersiyalarning xillari haqida gaplashamiz. Xo'p, e'tibor berasizlar, kolloid dispersiyalar faza zarrachalarini muhit molekulalari o'rtasida bog'lanishiga ko'ra. Ya'ni o'zi eritma, disper sistema, disper faza va disper muhitdan iborat. Aynan disper faza bilan disper muhitni o'rtasidagi munosabatga ko'ra ular ikkiga bo'linadi. Demak, birinchisi liafob kolloidlar, ikkinchisi liafil kolloidlarga bo'linadi. Liafob kolloidlar nima? Faza zarrachalarining atrofida hozir. Xo'sh, mana. Ozgina shunaqa bo'lib turadi. Fayldan fayl almashtiraman-da men. Xo'p, boshladik. Faza zarrachalari atrofida muhit molekulalari kam bog'langan bo'lsa. Demak, muhit molekulalari nima qilgan bo'lishi kerak? Kam bog'langan bo'lishi kerak. Demak, disper fazaning atrofida disper muhit kam bog'langan ekan. Shunga ko'ra biz ularning tarjimasiga e'tibor berasizlar. Liafob degan lio eritma, fob qo'rquv. Phobos qo'rquv. Bularga nimalar misol bo'ladi desa, kumush xlorid, oltin, temir,
va shunga o'xshash metall zonlarining suvli eritmalari misol bo'ladi. Tushunarli? Demak, qo'rquv degani fazani atrofida muhit molekulalari kam tarqalgan. Mana shu uchun liafob deyilgan. Keyingisi liofil eritmalar. Ikkinchisi. Tak, bu birinchisi edi, bu ikkinchi bo'linishi. Faza zarrachalarining atrofida muhit molekulalari ko'p tarqalgan bo'lsa, faza zarrachalarining atrofida muhit molekulalari ko'p bog'langan bo'lsa, bunday eritma liofil eritmalar deyiladi. Liofil eritmani ma'nosi lio eritma, filos yaxshi ko'rmoq, suvni yaxshi ko'rmoq. Demak, bunga kraxmal, oqsil, o'rik yelimining suvli eritmalari misol bo'ladi. Oxiriga e'tibor beringlar, o'rik yelimining suvli eritmalari. Salgina adashib ketdim. Mana shunday holatda misol bo'lar ekan. Bu kolloid eritmalarni aynan bo'linishi edi. Demak, kolloid eritmalar nimasiga ko'ra bo'linar ekan desangiz, disper faza bilan disper muhitni o'rtasidagi munosabatga ko'ra ular bo'linar ekan. Liafob kolloidlar, liofil kolloidlar. Ya'ni disper fazani atrofida disper muhit kamroq kelsa bular liafob kolloidlar, disper fazani atrofida disper muhit ikkinchisi ko'proq kelsa, ko'p bog'langan bo'lsa, bular liofil kolloidlar deyiladi. Umuman ma'nolar berildi, ularga nima misollar berilishini aytib o'tdim. Xo'p, sizlar bilan ana endi biz kolloid disper sistemalarni xususiyatlari haqida gaplashamiz. Xo'sh, kolloid disper sistemalarning xususiyatlari haqida gaplashamiz. Kolloid disper sistemalar aynan nisbatan barqaror, tiniq tovlanadigan xususiyatga ega. Xo'p, uchinchi xususiyati heterogen. Esingizda bo'lsa, chin disper sistema gomogen edi. Demak, bular nima ekan? Mana heterogen. Heterogen bo'lar ekan. Xo'sh, to'rtinchisi filtr qog'ozdan o'tadigan. Filtr qog'ozdan o'tadigan xususiyatga ega bo'ladi. Tak. Beshinchi xususiyati pergament qog'ozdan o'tmaydi. Demak, buni asosiy xususiyati u filtr qog'ozdan ham o'tardi, chin disper sistema pergamentdan ham o'tardi. Lekin bu pergamentdan o'tmaydi. Pergament qog'oz demayman, pergamentdan o'tmaydi deyman. Pergament qog'oz ekanligini bilinglar. O'tmaydi, chunki teshiklari kichkinaroq bo'ladi. Xo'p, oltinchisi hayvon membranasidan o'tmaydi. Ana endi yana o'sha hayvon membranasi degan hayvon terisi hayvon membranasidan o'tmaydi. Endi bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Pergament qog'ozdan ham teshiklari kichkinaroq bo'lgan bir sistema bor ekan, bu hayvon membranasi bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, yorug'lik o'tganda Tindal degan olim tomonidan o'rganilganligi uchun Tindal konusini hosil qiladi. 7-si yorug'lik
yorug'lik o'tkazilganda ular optik jihatdan bo'sh edi chin dispersiyama. O'tkazilganda yorug'lik o'tkazilganda tindal konusini hosil qiladi. Tindal konusini hosil qiladi. 8-xususiyat esa vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. 8-xususiyat vaqt o'tishi bilan nima qiladi? O'zgaradi. Vaqt o'tishi bilan nima qilar ekan? O'zgarar ekan. Mana bu 8 ta xususiyat va buni albatta siz bilishingiz kerak bo'ladi. Bu kolloid dispersiyaning xususiyatlari takrorlab o'taman bir boshdan. Birinchisi nisbatan barqaror, ikkinchisi tiniq tovlanadigan, uchinchisi heterogen, to'rtinchisi filtr qog'ozdan o'tadigan, beshinchisi pergament qog'ozdan o'tmaydigan, oltinchisi hayvon membranasidan o'tmaydigan, yettinchisi yorug'lik o'tkazilganda tindal konusini hosil qiladigan, sakkizinchisi esa vaqt o'tishi bilan o'zgaradigan xususiyatlarga ega bo'lar ekan. Mana bu kolloid dispersiyaning xususiyatlari edi. Ana endi biz kolloid dispersiyaning ikkita olinish usuli haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz va shu bilan siz bilan yana davom etamiz. Xo'sh, kolloid dispersiyalar dag'al va chin dispersiyalarning oralig'ida joylashadi. Endi bu yerda gapga ma'noga e'tibor bering. Kolloid dispersiyalar dag'al va chin dispersiyalarning oralig'ida joylashadi degani aynan o'lchami jihatdan chin dispersiyalardan kattaroq, dag'al dispersiyalardan kichkinaroq, ya'ni chindan katta, dag'aldan kichkina bo'lgan dispersiyama deyiladi. Ikki xil usulda olinadi. Dispergerlash usuli, ikkinchi nomi maydalash usuli. Demak, o'lchami dag'al dispersiyama darajasigacha bo'lgan zarrachalarni dispergerlab, ya'ni maydalab kolloid dispersiyama olish mumkin ekan. Ikkinchisi kondensatsiya usuli. Yoki yana ikkinchi nomlari bor, yiriklashtirish yoki agregatsiyalashtirish deyiladi. Tushunarli? Demak, ikkinchi usul nima ekan? Kondensatsiya usuli ekan yoki uni yiriklashtirish yoki agregatsiyalashtirish ham deb atar ekanmiz. Ya'ni o'z-o'zidan chin dispersiyamaga o'xshagan, chin dispersiyamaning faza zarrachalariga o'xshab kichkina bo'lgan narsalarni yiriklashtirishga asoslangan ekan. Xo'p, keyingisiga qaraysiz. Dispergerlash usuliga e'tibor beringlar. Mana bu yerdan boshladim. Xo'p, yuqori o'lchamli zarrachalarni kolloid dispersiyamaning faza zarrachasi o'lchamigacha maydalashga asoslanar ekan. Keyingisi yiriklashtirish, bu molekulyar yoki ionli zarrachalarni o'sha molekulyar chin yoki molekulyar chin ionli zarrachalarni yirik qilishga asoslangan. Demak, yirik qilish uchun qaysi usullar kerak bizga deganda, oksidaj qaytarish reaksiyalari kerak, gidroliz reaksiyalari yoki bug'simon moddalarni kondensatsiya qilish orqali aynan biza kichkina faza zarrachalarini yiriklashtirishimiz mumkin ekan azizlar. Mana shu haqida qisqacha ma'lumot berdik. Demak, kolloid dispersiyalarning olinishini ham o'tdik va nihoyat sizlar bilan endi dag'al dispersiyama va uning xillariga keldik azizlar. Azizlar, davom etamiz. Dispersiyamalar kategoriyasidan dag'al dispersiyama haqida gaplashamiz. Xo'p, dag'al dispersiyama nima? Demak, faza zarrachalarining o'lchami 100 nanometrdan katta bo'lgan dispersiyamaga aynan dag'al dispersiyama deyiladi. Demak, o'zi yana bir bor qaytib aytaman, dispersiyama ikkita qismdan iborat. Disper faza va dispers muhitdan iborat. Disper faza va disper muhitdan iborat. Endi e'tibor beramiz, aynan shu faza zarrachalarining o'lchamiga ko'ra dispersiyamalar o'zi 3 ga bo'lingandi. Agar masalan 1 nanometrdan kichkina bo'lsa, chin dispersiyama edi. 1 nanometr bilan 100 nanometr oralig'ida bo'lsa, kolloid dispersiyama edi. 100 nanometrdan katta bo'lsa, bu dag'al dispersiyama deyiladi. Xo'p, dag'al dispersiyamaga nimalar misol bo'ladi? E'tibor beramiz. Ikkinchisida emulsiya, ko'pik, mana emulsiya, ko'pik, suspenziya, kukun, aerozollarni misol qilishimiz mumkin. Nimalarni misol qilar ekanmiz? Emulsiya, ko'pik, suspenziya, kukun, aerozollar. Xususiyatlari, ya'ni dag'al dispersiyamaning xususiyatlari nimadan iborat? Demak, birinchisi, dag'al dispersiyama beqaror bo'ladi. Tiniq emas, ya'ni tiniq ko'rinmaydi qaraganimizda. Pergamentdan o'tmaydi. Tabiiyki, pergamentdan o'tmadimi, filtrdan ham o'tmaydi. Mana. Va heterogen. O'zi tiniq emasligidan bilasizlar, bu heterogen. Yorug'likni sindirish va qaytarish xususiyatiga ega. Yorug'likni sindirish va qaytarish xususiyatiga ega bo'lar ekan. Mana bu dag'al dispersiyama deb nimaga aytilishi, dag'al dispersiyamaga nimalar kirishi va dag'al dispersiyamaning xususiyatlari edi. Ana endi dag'al dispersiyamaning tarkibiy qismi bo'lgan emulsiya, ko'pik, suspenziya, kukun, aerozollar haqida gaplashamiz. Marhamat, ketdik, emulsiyalar haqida gaplashamiz endi.
Emulsiya. Emulsiya nima? Emulsiya bir-birida erimaydigan ko'pincha suv mo'y tipidagi suyuqliklardir. Demak, emulsiya nima ekan? Bir-birida erimaydigan ko'pincha suv mo'y tipidagi suyuqliklardir. Ana endi mo'y molekulalari suv molekulasiga nisbatan kamroq qutblanadi. Suv molekulasiga nisbatan nima qilinar ekan? Kamroq qutblanadi. Xo'sh, ana endi boshladim. Emulsiyaning ikkita tipi bor. Emulsiyani ikkita tipi bor. Demak, suvdagi mo'y tipi, birinchisi suvdagi mo'y tipi. Ya'ni suvdagi mo'y degani bu yerda M1 mo'y bo'ladi, M1 mo'y bo'ladi, M2 suv bo'ladi. Ya'ni erituvchi suv bo'ladi, miqdori ko'p bo'ladi. Shuning uchun ma'nosiga e'tibor bering, suvdagi mo'y tipi deyapti. Keyingisi mo'ydagi suv tipi. Bu yerda M1 suv bo'ladi, endi H2 M2 esa bizda mo'y bo'ladi. Mana shunday holatda. Demak, suv va mo'yli aralashma yaxshilab chayqatilsa, miqdori kam qismi mayda-mayda tomchilarga parchalanib, butun hajm bo'yicha tarqalib ketadi va natijada emulsiyani hosil qiladi. Qaytaraman, suv va mo'yli aralashma yaxshilab chayqatilsa, miqdori kam qismi mayda-mayda bo'lib tarqalib emulsiyani hosil qiladi. Mana shu narsa emulsiya hisoblanadi. Ana endi davom etaman. Sof suyuqliklarning emulsiyalarida disper faza zarrachalarining konsentratsiyasi 2% dan oshmaydi. Bunday emulsiyalar turg'un emas. Ya'ni 2% degani turli xil stabilizatorlar bu yerda ishlatilmayapti, masalan. Xo'sh, davom etaman. Azizlar, keyingisi. Xo'p. Endi e'tibor beringlar, disper faza tomchilarini o'z-o'ziga qo'shilishi mumkin. Keyinchalik shu tomchilar qo'shilgandan keyin bir-biridan ajralib chiqishi yuz beradi. Demak, mana shu disper faza zarrachalarini bir-biriga qo'shilishi koalessensiya deyiladi. Demak, disper fazada, aynan emulsiyada zarrachalar bir-biriga qo'shilishi ham mumkin, bir-biridan nima qilishi ham mumkin ekan? Ajralib chiqishi ham mumkin. Tomchilar qancha kichik bo'lsa, emulsiya shuncha barqaror bo'ladi. Biologik emulsiyalarga misol bu biz bilgan sut hisoblanadi. Ana endi e'tibor beringlar, sut uzoq vaqt turib qolsa, konsentrlangan emulsiya qavat hosil bo'ladi. Demak, mana uzoq turib qoldi yoki xolodilnikka qo'ydik. Uzoq turdi yoki uzoq sovuq joyda qo'ydik. Natijada bizda konsentrlangan qavat hosil bo'ladi sutning yuzida. Bu konsentrlangan qavat nima deb ataladi? Qaymoq. Qaymoq ham bir emulsiya hisoblanadi. Ana endi qaymoqni pishirsak, bizda yangi emulsiya hosil bo'ladi. Buning nomi sariyog' hisoblanadi. Sariyog' ham emulsiyaga kiradi. Tushunarlimi? Keyingisi margarin masalan. Margarin bu o'simlik mo'yidan olinadigan emulsiya hisoblanadi. Yozib qo'ying shuni. Xo'p, margarin nima ekan? O'simlik mo'yidan olinadigan emulsiyadir. Ya'ni o'simlik mo'yini gidrogenizatsiya qilinadi. Gidrogenizatsiya qilib, aynan margarin olinadi. Margarin ham emulsiya. Bundan tashqari mayonez va muzqaymoqlarni ham biz nimaga olamiz? Emulsiyaga misol qilib olamiz. Tushunarli? Mayonez va muzqaymoqlar ham emulsiyaga misol bo'lar ekan. Demak, bu emulsiya haqida qisqacha ma'lumot edi. Bundan tashqari emulsiyalar inson tanasida emulgator, ya'ni nima desam, ion oqsili, ion va limfadagi yog'lar holatda ham uchraydi. Ya'ni inson tanasida uchrar ekan emulgator sifatida. Va bularning vazifasi insonda ovqat hazm qilishida ichakda yoki yog'li emulsiyalar hosil bo'ladi. Ammo bu yerda o'sha stabilizator o't suyuqligini hisobiga alifatik kislotani tuzlari ishtirok etib, tezroq hazm bo'lishni ta'minlab beradi. Demak, mana bu emulsiyaning vazifalari. Demak, dag'al disper sistemaga mansub bo'lgan emulsiya nimalar kirishi, nimadan nima hosil bo'ldi, buni tushuntirdik. Ana endi sizlar bilan biz dag'al disper sistemaning keyingi qismi, ya'ni ko'pik haqida gaplashamiz. Xo'p, ana endi dag'al disper sistemalarga mansub bo'lgan ko'pik haqida gaplashamiz. Ko'pik suyuqlikdagi alohida gaz pufakchalari odatdagi emulsiyadan iborat hisoblanadi. Demak, suyuqlikdagi gaz pufakchalari. Demak, bu yerda M1, ya'ni disper fazamiz gaz pufakchalaridan iborat bo'lar ekan. Ko'pik tuzilishi jihatdan emulsiyalarga yaqinlashadi. Ammo yaxlit katakli tuzilishi va gazli disper faza bo'lishi bilan farq qiladi. Demak, disper faza mana o'zi aytib turibdi. Gazli disper faza.
Demak, bizada ko'pik nima deganda, ya'ni ko'pik deganda o'zi disper fazasi kim, disper muhiti kim deb savol beradi. Demak, disper fazasi bu gaz bo'lar ekan, disper muhiti bu suyuqlik bo'lar ekan. Demak, ko'rinishi, tuzilishi jihatdan emulsiyaga o'xshaykan, lekin katakli tuzilishi, masalan, ko'pikni ko'rsangiz, uyingizda ham oddiy pastda yuvsangiz, masalan, yoki kir yuvsangiz, ko'piklaydi, to'g'rimi? Shu ko'pikda pufakcha bo'ladi. Demak, katakli tuzilishi va aynan dispers fazani gaz bo'lish bilan farq qiladi. Emulsiyada disper faza gaz bo'lmasdi. Emulsiyada disper faza suyuqlik bo'lardi. Xo'p, ketdik. Turg'un ko'pik sath faol modda, masalan, sovun oqsillar ishtirokida hosil bo'ladi. Tushunarli? Turg'un ko'pik faol moddalar ishtirokida nima bo'lar ekan? Hosil bo'lar ekan. Ko'pik hosil bo'lishida amalda foydalanishga o't o'chirgich ko'rsatish mumkin. O't o'chirgichlarni ko'rsatish mumkin. Masalan, ya'ni biz uni ko'rmaganmiz, o't o'chiradigan joylarda, masalan, yong'in kelib chiqqan joyda ko'pik, shunaqa ko'pik sepiladi. Sababi o'sha yong'inni tezroq bartaraf etish uchun. Demak, bu ko'pik haqida ma'lumot edi. Xo'p, davom etamiz. Suspenziya. Keyingisi suspenziya. Ya'ni suspenziya nima demoqchi? Disper muhit suyuqlik, faza esa qattiq moddadan hosil bo'lgan dag'al dispersiyasi. Demak, disper fazamiz qattiq bo'lar ekan, disper fazamiz mana qattiq bo'lar ekan, disper muhit esa suyuqlikdan iborat bo'lar ekan. Shundan iborat bo'lgan dag'al disper sistema, ya'ni faza zarrachalarining o'lchami 100 nanometrdan katta bo'lgan disper sistema suspenziya deyilar ekan. Masalan, suvdagi qurum yoki mineral zarrachalarning suspenziyasi misol qilib berilgan. Demak, nima misol qilib olasan desa, suvdagi qurum yoki mineral zarrachalarning suspenziyasi. Tamam, boshqa hech narsa yo'q bu vaqtda. Aerozol disper muhit gazdan iborat bo'lgan dag'al disper sistema. Aerozollarda disperlangan modda, qattiq modda zarrachalari, ya'ni tutun, shuningdek suyuqlik tomchilari tuman bo'lishi mumkin. Aerozollar turg'unligini bois shundaki, ikkala fazaning sath chegarasida elektr zaryadi paydo bo'ladi deyilgan. Bu joyni albatta yodlab qo'yasizlar. Endi masalan, aerozollarning ishlatilishi harbiy sohada tutunli devor hosil qilishda hamda qishloq xo'jaligida o'sha hasharotlarga qarshi kurashda bilasizlar, aerozol deb ishlatiladi. Mana shu maqsadlarda ishlatiladi. Mana shu qisqacha disper sistemalar haqida ma'lumot edi. O'z disper sistemalarni o'quv kursimizda o'tmaganmiz. Nazariy jihatdan qo'shib ketdik, ko'pchilik so'ragani uchun. Albatta, yanada takomillashtiramiz, yanada duoda bo'lsa, yanada yaxshiroq holatga, keyingi nimalarda, mavsumlarda yanada chuqurroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.